Maksimum tezligi 205 km va 0 dan 100 ga 5.9 sekundda qo'zg'aladigan Depal S09 haqida gaplashamiz. Oldida 6 ta va orqasida 6 ta, jami 12 ta partronlik datchik va 11 ta kamera, bitta lidar funksiya bilan jihozlangan. Tor X-Tor oldi va orqa ballon tortadigan avtomobilimiz 1.5 turbina motor bilan jihozlangan va 492 ot kuchiga ega. Avtomobilimizga jelida fosfat batareykasi o'rnatilgan. Sig'imiga keladigan bo'lsa, 42 kilovatni tashkil qiladi va 210 km masofani bemalol bosib o'tadi. 50 litrli benzin bak sig'imiga ega bo'lgan avtomobilimiz 1000 km masofani bosib o'tadi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, 6.9 dan 7.5 litrni tashkil qiladi. Avtomobilimizda Michelin shinalari o'rnatilgan. 265 ga 45 R21 hashamatli lagan diskalar bilan jihozlangan. Va ushbu diskani o'rtadagi Depal logosi esa avtomobil yurgan vaqtda hech qanaqa harakatlanmaydi. Eng asosiysi, avtomobilimizda pnevma podveskasi mavjud va 7 sm yuqoriga ko'tariladi. Elektron paroklar hamda ruchkalarning chiqishi, slipoy zonalari va 2 bokovoy oynada ham abagiriflari mavjud. Avtomobilimiz orqa bagaji esa 427 litrni tashkil qiladi. Gidravlika rul, head-up display, selfie kamera, 20 ta kolonka, 8 ta himoya yostiqchalari, 2 ta 16.2 dyumli monitor o'rnatilgan. 50 vatli besprodnoy zaryadka, birinchi qatorda panorama va shtorkali, oldida 2 ta hamda orqasida 2 ta, jami 4 ta paststakanchik bilan jihozlangan muzlatkichlari mavjud. Ushbu muzlatkich sovutadi ham, isitadi ham. Avtomobilimiz o'rindiqlari napakojalar bilan jihozlangan. Ikkala o'rindiqda ham abagirif, avdov tizimlari hamda 7 xil masajlari mavjud va rul abagiriflari ham bor. Kapitanskiy sidiniyada atamankalari hamda masajlari, abagirif, avdov tizimlari mavjud. 3-qatorda esa abagiriflari ham bor. Ushbu vidvijdoy barda bemalol siz orqaga harakatlantirsangiz bo'ladi. Kelishini qaranglar akalar, vashshe zo'r. Va tepa qismida esa 21 dyumli monitor o'rnatilgan. Ushbu avtomobilimizda eng yoqadigan joyi bu 3-qatori bo'ladi. Nimaga desanglar, juda ham keng hamda 3-qatorida farzandlaringizni o'ylagan holatda abagiriflari ham qo'shilgan va paststakanchik hamda bemalol o'rindiqda ligirovka qilsangiz bo'ladi, oldinga hamda orqaga. Telefoningizni zaryadlab ketsangiz ham bo'ladi. Telefon qo'yish uchun joylari mavjud. Eng asosiysi, farzandingizni o'ylagan holatda 3-qatorga ham xavfsizlik kamarlari o'rnatilgan. Depal S09 Tor avida oldi ballon, orqa ballon tortadigan avtomobilimizda siz 49 mingga xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va Grand Church avtosalonimizga tashrif buyuring.